Azizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, charchamasizlar. Xudo xohlasa bugun aeroport damida kelganmiz. Passajirimiz bor edi, kuzatgani kelganmiz. Akamiz. Xudo bilib, xudo xohlasa akamizni registratsiyalarni o'tkazib, jarayon gardiga kuzatib boramiz. Akamiz kecha onlayn tarzda xarid qiluvdi. Bugun mana adresdan olib, aeroportga olib kelib, registratsiyaga qo'ydik. Toshkentga uchyapti akamiz. Xudo xohlasa hozir registratsiya ochilishi bilan o'tkazamiz birinchi bo'lib. Keyin Zelenogorga olib chiqib, ikkinchi etajga chiroyli qilib akamizni kirgizib yuboramiz. Akamizdan bir so'raylikchi, Mustafa aviakassasi ma'qul keldimi? Ma'qul aka, rahmat. Ma'qulmi aka? Ma'qul. Hamma xizmatlari zo'r, chotki. Hammasi aka. Biletlarni arzon narxi oldik. Arzon narxda hammasi. Rahmat. Adresingizdan olib keldik. To'g'ri, ha. Birinchi marta ketmayapsiz, 3-4 marta kelib ketib, yaqinlar, qarindoshlar. Hammasi sizni o'sha sizlar orqali ketyapti. Rahmat hammalariga. Akamizni gapini ham eshitdinglar. Akamiz xursand. Chiroyli qilib o'tkazamiz. Akamiz xudo xohlasa oldi messalarni qilib beramiz. Azizlar, yana kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mustafa aviakassasi sizlarni izlab keladi.